Alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Yulduz opam bilan ko'chaga chiqdik. Yulduz opa. Boshida aylanamiz. Bugun necha kun deganda Xudo xohlasa. Necha kun emas, oy. Oy bo'ldi o'zi. 5 kundan keyin oy. Shuncha kun deganda. Bir oy bo'ldi, rovna. Chiqdik ko'chaga va O'zbekistondan nihoyat sohil bo'yida 5ga keldik. aylanamiz ozgina. Kolyaskada. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, xotir omiylar. Doktorim ruxsat bergan o'tirishga. Men o'tirib boshlaganimga o'sha 2 hafta bo'ldi. 2 haftadan beri o'tiraman kolyaskada bemalol. Meni ko'tarib mashinaga o'tkazishdi. Men yurayotganim yo'q. Nasib keyingi haftadan уже yurishni o'rgatib boshlashadi, Xudo xohlasa. Xavotir olmanglar, hech narsa qilmaydi, ruxsat bergan, doktor nazoratidaman. Hammaga rahmat, sizlarni yaxshi